Assalomu alaykum, qadrli YouTube'imiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz bilan tayyor bo'ldi. Bu eshiklarimizni olib kelib o'rnatdik. 3 ta eshik, 2 ta rom olib kelib o'rnatdik mana. Bu eshiklarimizni o'zimiz Andijon viloyati, o'zimiz Paxtaobodga olib kelib o'rnatdik mana Paxtaobod. Eshiklarimiz yopiq holatda mokriy rangda bo'lgan, zamonlarda ham o'ta ideal darajada bo'lgan. Mana o'ta turadigan zamonlar. Fasoni ham zo'r, ishlashi ham zo'r, mexanikalari ham Xudo xolasa hammasi zo'r. Inshaalloh boshi 3 tadan Xudo xolasa chiroyli qilib olib kelib o'rnatdik mana. Ishlarimiz yopiq holatda 18 da bo'lgan. O'ta ideal darajada mana glansli yiltillab turibdi Xudo xolasa. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qila olasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekistonda oxirgi tochkasiga Xudo xolasa boriladi. Oxirgi stadiyaga davr bora olamiz. Olib borib o'rnatib bera olamiz, behijolat chiroyli qilib. Eshik-romlarni yetkazib berib, kelishib qolsak, u yoqlarni ham o'rnatib bera olamiz. Xudo xolasa nomerimiz 97lik 224 2255. Xudo xolasa eshiklarimiz ideal darajada bo'lgan, kesaklari ham pirslangan. O'ta sifatli eshiklar, Xudo xolasa odashmanglar. Xudo xolasa sifat foydadan ustun bo'ladi, Xudo xolasa. Biz halol ish qilamiz, Xudo xolasa behijolat chiroyli qilib berilaveradi. Kanal rivojini bitta like, bitta podpiska qilinglar. Menga qiziqarli savollar bo'lsa, kanalimizni kutib olamiz. Sizlarga omad. Hammaga rahmat.